Sakina. Muallif Shamsinur. Tohir Javdat aytgan manzilga yetib bordi. U yerda Fozil va Hamid bahslashayotgan edi. Fozil Amiraning qo'ldan chiqqanini va Tohir uni aeroportga olib ketganini bilib, Hamidni ayblardi. "Sen lattasan, Hamid!" deb baqirardi Fozil. "Xotiningni eplolmading. Endi diydiyoyingni yig'ishtir." Shu lahzalarda eshik birdan taraqlab ochildi. Ostonada Tohir turardi. Mehmonimiz bor-ku." Fozil tirjaydi. "Sen bilaman kutmagansan desam xato bo'ladi. Kutding. Keragidan ortiq. Nega seni kutarkanman?" Fozil o'zini xotirjam tutishga harakat qilardi. Ammo qo'llarini o'ynatib gapirishdan uni hayajonda yoki qo'rquvda ekanini sezish qiyinmasdi. Chunki bilarding, Tohirni sindirib bo'lmasligini. Tohir kulgancha stolga o'tirib qo'llarini qovushtirdi. "Buni jinnixonadan chiqqan yigit aytayaptimi?" Tohir oldida turgan stulni g'ayritabiiy tezlikda tepib yubordi. U to'g'ri borib Fozilga tegdi. Iflos. Endi hisob-kitob qilamiz. Keyin Hamidga qaradi. "Sen yo'qolasanmi yoki tegishingni olasanmi, haji qiz? Qiz xotin kishiga kuchi yetgan sendaqa so'ltamatlarga lozim kiydirib qo'yish kerak." Tohir o'zini nazoratda ushlolmadi. Uchib borib Fozilni ura ketdi. Zarbalardan gangib qolgan Fozil faqat boshini himoya qilardi. "Tohir, kechir. Kechir, men qilmadim." Ammo Tohir uni eshitmasdi. Ortidan butilka bilan urmoqchi bo'lgan Hamidni cho'ntagidagi pichoq bilan siyladi. Bitta o'zi 3 kishini yer bilan bitta qildi. Hamid qo'lidagi shisha sinig'ini tushirib yuborib, og'riqdan chinqirgancha devor tagiga cho'kdi. Tohirning pichog'i uning yelkasini tilib o'tgandi. Ammo Tohir unga qayrilib ham qaramadi. Uning bor diqqati yerda qonga belanib yotgan Fozilda edi. "Menga qara, Fozil. Menga qara, iflos." Tohir Fozilning yoqasidan bo'g'ib, yuziga yaqin keldi. "Men bilan o'ynashib, xato qilding. Endi aytchi, seni kim qutqaradi?" Fozil zo'rg'a nafas olar. Lablari titrab, nimadir demoqchi bo'lardi. "Tohir, pullarimni ol. Hammasini beraman. Faqat o'ldirma." "Pul?" Tohir zaharxanda bilan kuldi. "Sening iflos pullaring menga kerak emas. Ularni buklab, bir joyingga tiqib qo'yasan." Tohir Fozilning yoqasini siltab, uni yerga uloqtirdi. Fozil xuddi jonsizdek og'ir gursillab yiqildi. Tohirning nafrati shu qadar kuchli ediki, qo'l-oyoqlariga erk berib yubordi. Tohir Hamidga o'girildi. Hamid yelkasini ushlagancha burchakka qisilib borardi. U bunaqa holatni birinchi marta boshidan kechiryapti. "Senchi, Hamid?" Tohir unga yaqinlashdi. "Xotinimni izlab keldim deb kerilib yurganding. Endi nimaga tiling aylanmay qoldi? Amirani jinnixonaga tiqqaningni hisob qilmaymizmi? Meni xotinim bilan seni nima ishing bor?" Hamid ovozi titrab baqirdi. "Sen ahmoqsan." Tohir uning yuziga tupurdi. "O'z xotiningni jinnixonaga tiqqan kuning o'zingga o'zing go'r qaziganding. Uni javobini berasan. Bekorlarni aytibsan." Hamid Tohir bilan urushish uchun qad rostladi. Ammo behuda ketdi. Tohir uni oyog'idan chalib yubordi. Beli bilan yiqildi. "Ah, onangni! Nima deding?" Tohir uni sochidan ushlab yuziga musht tushirdi. "Qaytar, nima deding?" "Men xotinimni javobini bermayman." Tohir istehzoli kuldi. "Buni hozir ko'ramiz." Tohir bir ikki musht solib uni kuchdan qoldirgach, barmoqlarini ushlagancha tirjaydi. Tirnoq orasiga nina sanchsa, kuchli og'riq bo'ladi deb eshitganman. "Esingni yedingmi?" "Ha,
Bir ojizani ahmoq do'stini qo'liga toptatib qo'ymoqchi bo'lgan sendek bevahimga tupurgan joyim bor. Fozil ingradi, ammo burnidan oqayotgan qonni to'xtata olmadi. Nima, Hamid? Qo'rqayapsanmi? Tohir uning barmog'ini biroz qayirdi. Amirani o'sha sovuq devorlar ichiga tashlab ketayotganingda uning yuragi qanday og'riganini tasavvur qilyapsanmi? U senga ishonib, bor budini bag'ishlagan. Sen esa nima qilding? To'xta, Tohir! Hamid og'riqdan ingradi. Men uni sevaman. Sevasan? Tohir zaharxanda kuldi. Erkak kishi ham shunaqa bo'ladimi? Sen erkak emas, lattasan. Men aytgan gapni aytasan. Keyin sen bilan ishim yo'q. Meni majburlama. Ayt. Tohir Ninani olib uni tirnog'i orasiga sanchdi. Aytaman, qo'yvor. Hamid yovvoyi sherdek o'kirdi. Ayt. Taloq qildim. To'liq ayt. 3 taloq qildim. Borib ayt. Tohir Hamidni chetga itarib yuborib, yerda yotgan Fozilga yaqinlashdi. Fozil zo'rg'a ko'zini ochib Tohirga qaradi. Uning burni singan, yuzlari shishib ketgan edi. Fozil, senga bir taklifim bor. Tohir uning yoqasidan tutdi. Hoziroq telefonni olasan-da, dadamning o'limiga aybdor bo'lganingni, mashinani haromi ustanga borib ishdan chiqarganingni aytasan. Fozil ingradi. Aytmayman. Shunaqami? Tohir pichog'ini chiqardi-da uni barmog'ini ushladi. Baribir pullarni shu barmoqlaring bilan sanab bergansan-ku. Tohirdek baquvvat yigitni oldida Fozil nimjongina ko'rinardi. Barmog'iga botgan pichoqdan dodladi. Agar hozir bor aybingni tan olmasang, keyin kelisha olmaymiz. Fozil avvallari ham Tohirni bunaqa so'roq usulini ko'rgan. Hatto bevosita qatnashgan ham. Ammo hozir o'zi shu holga tushishini tasavvur qilmagandi. Uni hayotini hasad izdan chiqardi. Tohirning o'rniga ko'z tikkanda, bari teskari ketdi. Amira uyga kelgach, bir necha soatlab onasining quchog'idan chiqmadi. Dinora opa qizining sochlarini silab, tinimsiz pichirlardi. Shukr. Allohim, ming shukr. Oyi, sizni qattiq sog'indim. Men ham bolam. Asli o'zimizga mos oilaga berishim kerak edi. Afsuslandim. Men ham shoshdim. Talablarimga to'g'ri keladi degani, o'sha inson bilan turmush qurish degani emas ekan. Turmushni ilk boshlaridayoq amin bo'lgandim. Faqat o'zini o'ylovchi, o'zini sevuvchi, kamiga manipulyatorni tanlaganimni bilganman. Bunaqa aybni o'zidan soqit qilib sizga to'nkaydiganlar, o'zingizga bo'lgan ishonchni asta-sekin so'rib olar ekan. Dinora opa qizining mag'zun ko'zlariga qarab, ichidan bir nima uzilgandek bo'ldi. U Hamid va uning oilasi Amirani shunchalik xo'rlashini tasavvur ham qilmaganda. Qo'y, ona qizim. O'tgan kunlarni eslama. Dinora opa Amiraning peshonasidan o'pdi. Dadang Hamidning oilasi bilan hisob-kitob qiladi hali. Biz buni shunchaki qo'yib qo'ymaymiz. Endi bizga unaqa qarindoshlarining keragi yo'q. Oyijon, Mashhurachi. Uning qilgan ishini hamon hazm qila olmayapman. Amira nigohini yerga qaratdi. U mening o'rnimga kelin bo'ldi. Mashhuraning qismati ham havas qilgulik emas bolam. Kimam bola orttirib kirib kelganni bag'rini ochib qabul qilardi. Hech kim. Ayniqsa o'ziga bino qo'ygan xolnisadik ayol. Qani tur. Singling bugun kursdan nimadir o'rganib kelgan. Pishiribdi. Hidiga gap yo'q. Amira onasini xafa qilmaslik uchun o'rnidan turdi. Tohir Fozilning ko'zlariga nafrat bilan tikildi. Pichoq tig'i barmoq terisini tilib, qon sizib chiqa boshlaganda Fozilning irodasi butunlay chil-chil bo'ldi. U Tohirning hazillashmayotganini, bugun uning uchun oxirgi imkoniyat ekanini tushundi. To'xta. Tohir, aytaman. Fozilning ovozi xirillab chiqdi. Mashinani. Ha, men qilganman. Obid akamning tormozini men ishdan chiqarganman. Seni yo'ldan olib tashlash uchun. Tenderda g'olib bo'lish uchun. Tohir tishlarini g'ichirlatib, Fozilning yoqasini qo'yib yubordi.
va telefonning yozish tugmasini o'chirdi. Yetarli. Hamid Amirani 3 taloq qilib o'z baxtini qo'ldan boy berganini, muqaddas rishtalarni nafrat olovida yoqqanini his qildi. U endi Amira uchun hech kim emas edi. Hamid, nega taloq berdirganimni aytaymi? Endi sen iflos unga yaqin kela olmaysan. Sizlarda dinga qattiq qaraladi-ku. Taloqdan keyin xotinni nikohga olish uchun ayoli bilan boshqa bilan nikoh qilib, u bilan yashab, keyin taloq olsagina mumkin. Sen esa buni qabul qila olmaysan. U ham senga qaytmaydi. Tohir qo'shiq xirgoyi qilgancha xonadan chiqib ketdi. U aslida Fozilni o'ldirishni niyat qilgandi. Ammo Amiraning onangiz kutayapti degan gapi sabab bo'ldi. Onasi u panjara ortiga ketsa chidaydimi? Kamiga mana bu iflos umrini nechadir yilini qamoqda o'tkazishga arzimaydi. Tohir xonadan chiqarkan toza havodan to'yib nafas oldi. Uning yelkasidan tog' ag'darilgandek edi. Qasos olish insonni o'ldirish emas, balki uni o'z qilmishlari bilan yolg'iz qoldirish ekanini endi anglab yetdi. Fozil endi qonun oldida, Hamid yo'qotgan baxti oldida javob beradi. Fozil o'zicha guruh tuzib olgandi, ammo Tohirni kimligini bilgani uchun ular jimgina chetga chiqdi. Shu sabab Tohir bemalol kirib keldi. Mana, qo'lida yaxshigina dalil bor. Xalqaro qidiruvga berilsa Fozilni yerni tagidan bo'lsa ham topishadi. Guli endi qaynonasi bilan azalarga bora boshladi. Qaynonasidan farqli ravishda u mayitdan qolgan biror narsaga tegmasdi. Qaynonasining ham ko'rpachalargacha olib kelishini hazm qila olmasdi. Oyijon, siz bu ish bilan qachondan shug'ullanasiz? Esimni tanibmanki, oyim shunaqa ish qilardilar. Keyin men yordamga bora boshladim. Afsus, qizim meni yo'limdan ketmadi. Mavluda opa qizini eslab xo'rsinib qo'ydi. Nabirali bo'libdi, ammo borib ko'ra olmaydi. Xolnisani uyiga qaysi yuz bilan borishni bilmaydi. Guli qaynonasiga qarab qolmadi. Boshqa yog'uvchilar bilan imkonini topib muloqot qila boshladi. O'ziga kerakli narsalarni o'rganishdan to'xtamadi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mayyitlaringizni ishonchlilar yuvsin deb marhamat qildilar. Ibn Moja rivoyati. Shu bilan birga albatta oqil bo'lib, farzi kifoya amali mukallaflardan soqit bo'lishi uchun yuvishni niyat qilishi lozimdir. Jumhur ulamolar aytadi: g'assol mayyitni yuvgani uchun haq olsa joiz. Bu ulush mayyitning qoldirgan molidan olib beriladi. Lekin Hanafiy ulamolari g'assol tekinga yuvib bermog'i afzal. Agar yuvish uchun o'sha yerda undan boshqasi bo'lsa, haq talab qilishi mumkin. Boshqa birov bo'lmasa, yuvish unga farzi aynga aylangani uchun haq talab qilishi mumkin emas dedilar. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kim bir mayyitni yuvsa, u haqidagi omonatni ado qila olsa va o'sha paytda undagi yomon holatlar haqida fosh qilmasa, gunohlardan onasidan tug'ilgan kunidek forig' bo'ladi dedilar. Ahmad rivoyati. Agar g'assol mayyitda yaxshilik alomatini, masalan, tabassumni va shu kabilarni ko'rsa, uni izhor etib, boshqalarga ham aytishi mahbubdir. Ruslan aka Sattor akani xonadoniga borib eshikni taqillatdi. Eshikni ochgan xolnisi qudasini ko'rib hayron qoldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz quda? Eringiz qayerda? Tinchlikmi? Eringizni chaqiring. Ruslanning avzoyi yaxshi emasdi. Xolnisi erini chaqirdi. O'zi esa sal beriroqda suhbatni eshitib turdi. Quda, bormisiz? Ruslan ko'rishmadi. Qizim qani? Kelin, men senlarga qizimni xo'rlatib qo'yishga bermagandim. O'g'ling kim bo'libdi, uni jinnixonaga tiqadi. Quda, uzuringni pishirib ye. Sen ham erkakman deb yuribsan-da xotiningni etagiga yashirinib. O'g'ling qani? Sal og'zingizga qarab gapiring. Senlarga bu ham kam. O'g'ling qo'limga tushsa, sog' qo'ymayman. Tiqadigan joyimga tiqib yuboraman.
Biz haligi qizimni oldida qayta o'ynashmasin. Oqibati juda yomon bo'ladi. Men uni jinnixonadan ham battar joyga tiqaman. Sattor aka gapira olmadi. Ruslan mashinasiga o'tirgancha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu payt orqadan Xolnisa chiqdi. Nimasiga katta ketadi bu ovsar? Sattor aka shu kuni birinchi marta xotiniga tarsak tushirdi. Ilk bor senga uylanganimga afsus qildim. Sattor akaning tarsakisi hovlida jaranglab ketdi. Xolnisa yuzini changallagancha eriga nafrat va hayrat aralash tikilib qoldi. Yillar davomida erini o'z izmiga solib, uning muloyimligidan foydalanib kelgan ayol uchun bu kutilmagan zarba edi. Nima qildingiz? Meni urdingizmi? Xolnisaning ovozi titrab, ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. Seni o'ldirsam ham kam. Sattor akaning ko'zlarida ilk bor nafrat ko'rindi. Ruslanning gaplarini eshitdingmi? O'g'ling Amirani jinnixonaga tiqqanda indamay tomoshabin bo'lib o'tirdik. Sen bo'lsang, kelinim Turkiyada dam olyapti deb mahallaga vaysab yuribsan. Bu qanday sharmandalik? Qaysi yuz bilan odamlar orasida yuramiz endi? Men hammasini oilamiz uchun qilgandim. Baxtli bo'lishsin deb. Xolnisa hiqillay boshladi. Baxt shunaqa bo'ladimi? Baxt birovning hayotini kuydirish evaziga quriladimi? Sattor aka qo'lini siltab uy ichiga kirib keta boshladi. Bugundan boshlab uydagi har bir qadamingni o'zim nazorat qilaman. Mashhura bilan ishing bo'lmasin. U bizning uyimizda qoladi. O'g'ling qilgan ishiga javob bersin. Odamlar Xolnisa misqollab yig'gan obro'sini o'ylardi. Odamlarga o'g'limni ikkinchi marta uyladik deysan. Endi Amira kelmaydi. Ruslan aka uyga kelganida Amira uni kutib turardi. Otasining vajohatini ko'rib, nima bo'lganini tushundi. Dada, Amira ohista uning yoniga keldi. O'zingizni qiynamang. Hammasi ortda qoldi. Yo'q qizim. Ruslan aka qizining peshonasidan o'pdi. Hammasi endi boshlanyapti. Men senga va'da beraman. Seni xo'rlaganlarning hech biri jazosiz qolmaydi. Ertaga advokat bilan gaplashamiz. Hamid bilan nikohni bekor qilish ishlarini tezlashtiramiz. Ruslan aka chuqur xo'rsindi. Ertadan o'qishingga bor. Tashab qo'yma. Kimligingni hamma bilsin. Bitta nomardni deb sinib ketish senga yarashmaydi. Qani, meni kimdir ortiqcha gapirsa yer bilan bitta qiladigan qizim qani? U uxlayapti. Uyg'ot uni. Men senga ishonaman. Ruslan aka jilmaydi. Amira otasining ishonchini oqlash uchun tinimsiz mehnat qiladi endi.